Demak, asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu kutubxonalardir. Aynan har bir yozayotgan kodimizda bu shotga include bilan boshlanadi. Ya'ni eng bir kerak bo'ladigan bizga kutubxona bu Studio Hash deb nomlanadi. Bu deyarli barchasiga qo'yib ketish kerak bo'ladi. Bu kutubxonani o'zini ichiga juda ham ko'p ma'lumotlar oladi. .h bu header file deb nomlanadi va bu ya'ni kutubxona nomi degan ma'noni anglatadi. Eng katta funksiyani o'z ichiga oladi. Bu int main void. Bu barcha kodlar shuni ichiga yoziladi. Ya'ni hamma kerak bo'ladigan narsamiz shu int main voidni ichiga yoziladi. Bu return 0 deganimiz esa bu ana shu ish amal tartib ketma-ket bajarilib kelgandan keyin bu to'xtashni bildiradi. Bo'lmasa u ketma-ket yana qayta bajarib, ya'ni qayta run berib bajarib ketaveradi. Shuning uchun ham biz return 0 ni qo'yib ketishimiz kerak bo'ladi. Endi keyingimiz bu printf deb nomlanadi. Ya'ni bu ekranga chiqarib beruvchi funksiya hisoblanadi. Ya'ni bu printfni ichiga yozgan narsamizni ekranga chiqarib beradi. Bu funksiya degani bu bilamizki amal degan ma'noni anglatadi. Aynan bu bilishimizga kerak bo'lgan eng katta funksiyalardan biridir. Endi esa printfni sinab ko'ramiz. Ya'ni buni ichiga boshqa narsalarni ham yozib ko'ramiz. Misol uchun xohlagan narsani yozish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni bu ko'pincha matnlarni qabul qila oladi. Misol uchun printfni sinab ko'ring deb yozsak, aynan shu hozir nimani yozsak o'sha chiqaradi. Ya'ni printfni sinab ko'ring va run qilamiz va konsolda shu yozuv chiqib keladi. Endi buni ichiga ko'proq yozsam bo'ladimi desangiz, ha, albatta bo'ladi. Hozir mana kopiya qilib ham ko'rsataman. Bu ichiga qancha yozsangiz ham farqi yo'q. Mana run qilamiz va qancha yozilgan bo'lsa o'shancha chiqarib beradi. Va bu ko'proq matnlar uchun ishlash uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Tagidan yana bitta printf ochib yozsak ham bo'ladi. Masalan, hello world deb yozsak, mana shunaqa qilib yozilsa, uni ham chiqarib beradi. Run qilamiz, ko'rishingiz mumkin. Hello world deb ham chiqadi. Faqatgina bitta muammosi bor. Hozir bu joyiga bu qo'shilib qoldi. Shuning uchun ajratib yozishimiz uchun hozir men bu tashagan joyimizni bu programma o'qimaydi. Uning uchun ham maxsus belgi kiritishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu joyni u hech nima yo'q deb ko'radi bu programmamiz. Shuning uchun hozir biz buni oldiga mana shu belgini qo'yib qo'ysak, bunday endi u orada ochiq qilib joy tashab beradi. Shu belgini qo'yish esdan chiqmasligi kerak. Run qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana alohida yozib berdi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Buni ichiga matematikani ifodalarni yozsak ham ishlab beradimi degan. Kelinglar, hozir yozib ko'ramiz. Misol uchun 9 plus 10 deb yozamiz va teng qo'yamiz. Endi run qilamiz. Bu hozir javobini chiqarmadi. Faqatgina buni bu matn deb o'ylagani uchun matn holatda bizga chiqarib berdi. Demak, bu hozir yozishimizning holati faqatgina matn ko'rinishga bo'lgani uchun, ya'ni bu qo'sh tirnoqning ichida yozilib turgani uchun bu faqat matn deb o'ylab shuni chiqarib berib turibdi.